Assalomu alaykum. Men Lobar Ro'zmuhammedova, Guliston tumani 7-maktabning oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 2025-yil noyabr oyida Sirdaryo viloyat pedagogik mahorat markazida bir oylik o'quv kurslarida qatnashib, malakalarimni oshirib, yangi metodlarni o'rganishga muvaffaq bo'ldim. Bir oylik kurs davomida men juda ham ko'plab metodlarni o'rgandim. Masalan, Wordwell, Learning Apps, Bamboozle kabi juda ham qiziqarli o'yin ilovalari, dasturlarni ustozlar bizga qunt bilan o'rgatishdi. Bu ilovalarning, dasturlarning bizga foydali jihati, ya'ni ustoz sifatida hozirgi zamon o'quvchilari juda ham giperaktiv, tezlik bilan rivojlanayotgan bolalar hisoblanadi. Bularni oddiy bor bilan qiziqtirib bo'lmaydi. Ya'ni ularga har kuni yangilik, yangi metodlarni kiritib borishimiz zarur. Bunda o'qituvchini ham ishlarini osonlashtirish maqsadida juda ham yaxshi dasturlar ishlab chiqarilgan ekan. Har kunlik darslarimizga oddiy lekin juda ham chiroyli joziba kiritadigan o'yinlarni o'rgandik. Masalan, Wordwell ilovasini har bitta fanning har bitta mavzusida foydalanish mumkin. Bu bolaga nima beradi? Bu bolada mantiqiy, tanqidiy fikrlashlarini oshiradi va xalqaro baholash dasturlariga ham bosqichma-bosqich tayyorlab boradi. Menimcha mana shu malaka oshirish kurslaridagi har bitta metodlarni, har bir o'rganilgan ilova dasturlarni hayotga o'quvchilarga targ'ib etish orqali biz O'zbekiston yoshlarini yana ham bilimlarini oshirish va yuqori cho'qqilarga chiqishida ko'mak beramiz deb o'ylayman.